Ayağını uçursan yemek hocam Muradi. Evet, aga adam sana bir
hurmatli ota-onalar, mehridaryo ustozlar, bayram kechamizga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar. Sizlarning nomlaringizdan kichkintoy o'quvchilarimiz o'qish va ishlariga kattadan katta zafarlar tilab qolamiz. Ularni kelajakda mustaqil O'zbekistonimizga munosib farzand bo'lib yetishadilar deb umid qilamiz. Bugungi alifbe bayramimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlarga ushbu shodiyonamizda ishtirok etganliklaringiz uchun rahmat etamiz. Alifbe kitobi berilgan kundan boshlab biz bilan birga bo'lib, uning har bir sahifasini mustahkamlashga yordam bergan barcha aziz ota-onalarga, shu jumladan buyjonlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.